Davom etamiz. Bugun aksariyat sodir etilayotgan jinoyatlar spirtli ichimlik iste'mol qilish sababli yuzaga kelmoqda. Jizzax viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Zarbdor tuman sudida ichkilik oqibatida sodir etilgan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Hozir shu haqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Zarbdor tuman sudida ko'rilgan jinoyat ishi materiallari shuni ko'rsatadiki, voqea 2025-yilning 13-iyul kuni taxminan soat 17lar atrofida 1980-yil Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumanida tug'ilgan sudlanuvchi Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanidagi qurilish ishlarida birga ishlayotgan tanishi bilan spirtli ichimlik iste'mol qilishlari oqibatida o'zaro kelishmovchiliklar kelib chiqqan va sudlanuvchi oshxona pichog'i bilan uni qorin va ko'krak sohasiga urib, unga qasddan og'ir tan jarohati yetkazganini tan oldi va suddan yengillik berishni so'radi. Qilgan ishimdan pushaymonman, aybimni iqrorman. Meni kechirishlarini so'rayman. Iloji bo'lsa yengilroq jazo berishni so'rayman. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi L bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda ayblangan sudlanuvchining so'nggi so'zlari, jabrlanuvchi va guvohlarning ko'rsatuvlarini tinglab, jinoyat ishi hujjatlarini o'rganib chiqib va ishda mavjud dalillarga baho berib, uning 4 nafar farzandlari borligini hamda mavsumiy ishchi ekanligini inobatga olib, sud hukmini o'qib eshittirdi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi L bandi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llanilgan holda 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo umumiy tartibli koloniyalarda o'tatilsin. Jazoni o'tash muddati 2025-yil 14-iyul kunidan boshlab hisoblansin. Sudlanuvchi Rahmatovga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi o'zgarishsiz aslicha qoldirilsin.